bilan takoy bolalar ekanmiz. Ha, nomerini so'raymiz. Davay. Kechirasiz, yaxshi yigit, nomeringizni bera olasizmi, mabodo? Biz ali bolalar uchragan qizga nomer bera olmaymiz. Ali o'zi shunaqa bo'ladi-yu. To'g'rimi Ali? Yo'lingizdan qolmang. Nifiga себе, men povutni ham qo'shib bergan bo'lardim. Тоже мне. Biza qizlar ani bolalarni bittada taniymiz-da, chunki ular takoy порядочный bolalar-da. Ani bolalarni ko'rganda nomer so'rash zapatlolmasdi, chunki ani bolalari yomon, krasavchik, yoqimtoy bo'ladi-da. Yo'q, hayotimda birinchi marta ad o'qimaganimga afsuslandim-da hozir. Bir mazza qilib dam olib kelamiz endi. Bolalar? Qayerga ketyapsizlar? Ali to'planib Tailandga ketyapmiz. Ala zo'rda. Bizni sinib Gumbegani ham to'plana olmaymiz. Biz shunaqamiz-ku, to'g'rimi? Bizda yig'ilmoqchi bo'lsak, bitada boshlanadi. U kelmayapti, xotinim ruxsat bermayapti, pulim yo'q. Ad o'qisam bo'lar ekan вообще-то. Endi ala boshqa daraja. Hayron qoladigan joyi, Ali doim yig'ilib chet davlatga chiqib turamiz. Sizlar chiqmaysizlarmi? Kim uyi bu? Sinf rahbarimiz uyi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sinf rahbarimizning ismi nima edi bizani? Sinfdoshlar bilan yig'ilishib sizga uy sovg'a qilmoqchi edik. Voy, rahmat. Qolmadingmi? Ustozga ham uy beradimi? Biz A'larda pul ko'p. Hamma pistonchi, palonchini bolalari A'larda o'qigan. Maktabda sinfdoshlarimiz eng kambag'ali ham o'sha maktab direktorining o'g'li edi. Uy berib yubordi-ya. Biz ustozga ikkita narsa berganmiz. Sahar kasalligi bilan davleniya kasalligini. Boshqa hech narsa bermaganmiz. Komissiya kelsa ham A sinfi namuna qilib ko'rsatardik. Menimcha hayotda katta yutug'im A sinfga rahbar bo'lganim. Ne ishonmayapsizlar? A'larning hammasi shunaqa. Shu videoni A'larga tashlab qo'ying, tasdiqlaydi.